Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, bugungi 5-mavzuyimiz menda hammasi o'xshaydi. Ushbu darsimiz motivatsion bo'lib, o'zini qabul qilish haqida. Bilasizmi, ko'pchilik inson o'zidan ba'zilar mamnun, ba'zilar esa o'zini kimdir bilan solishtiradi, ba'zilar esa kimgadir o'xshashni xohlaydi. Bizani bugungi darsimizdan maqsadimiz bu o'zimizni borimizcha hozir nimaga erishgan bo'lsak, o'sha bilan o'zimizni qabul qilishimiz. Nima uchun insonlar o'zidan hozir qoniqmaydi, o'zini qabul qila olmaydi? Bu narsani vobshe kelib chiqish sababi o'sha bolalikdagi jarohatlardan, ya'ni detskiy travma deyiladi, o'shadan kelib chiqadi. Chunki bizga bolaligimizda, misol uchun, yo'q deyish mumkin emas-da, aqlli bolalar nima gap qaytarmaydi deyshadi yoki bo'lmasa bizani kimdir bilan solishtirishadi, tanqid qilishadi, o'zimizni gapimizni, so'zimizni eshitishga yo'l qo'yishmaydi, har doim bizani gapimiz bostiriladi. Jim o'tir, ko'p gapirma degan gaplarni eshitganimizdan keyin bizni o'zimizni namoyon qilishdan qo'rqishni boshlaymiz va o'shanda bizani o'ziga bo'lgan bahoyimiz tushib ketib, biz o'zimizga ruxsat o'sha men qila olaman, menda hammasi o'xshaydi degan ishonchni shunchaki bostirib qo'yamiz. Biz uni sandiqqa solamiz, qulflab, qalbimiz tub-tubiga olib qo'yamiz. Lekin aslida har bir insonni o'ziga yarasha ichki potensiali bor. Har bir inson qanaqadir talant bilan, qobiliyat bilan tug'iladi. Prosta u qobiliyatni biz mana ota-ona bo'lsak, bolamizda ko'rib, anglab, aniqlab vaqtida rivojlanishiga yordam berishimiz kerak. Faqat bola uni ham bostirib qo'ymagunicha. Chunki ba'zida biz o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz-da, o'sha bola shu nimasini bostirib qo'yishiga. Поэтому bu yerda eng muhimi hech qachon o'zingizni hech kim bilan solishtirmang. Solishtirsangiz ham o'zingiz bilan har doim. Masalan, men hozir oxirgi payt o'zimni ustimda qattiq ishlayotgan bo'lsam, men ko'pincha o'zimni o'tgan yildagi Gulnora bilan hozirgi Gulnora bilan solishtiraman. Ya'ni men o'tgan yil qanaqa edim va hozir qanaqa edim. Shu bir yil jarayonida men qanaqa natijalarga erishdim. Siz ham agarda o'zingizda mana shu avvalgi holatingiz bilan hozirgi holatingiz bilan solishtirsangiz, mana bu eng to'g'ri va sog'lom solishtirish bo'ladi. Lekin hech qachon o'zingizni boshqalar bilan, qo'shnini kelini bilan ili hamkasbingiz bilan ili qanaqadir Instagramdagi bilmayman blogerlar bilan boshqalar bilan solishtirishadi. U qila oladi-yu, men qila olmayman deb o'zligiga o'zini samatsankasini tushirib qo'yishadi. Bu yerda har doim bilingki, siz nimaga qo'l ursangiz sizda точно o'xshaydi. Faqatgina o'sha amalga oshirayotgan jarayoningizda qo'l siltab qolmaslik. Ya'ni bitta qilyapsiz-da, birinchi qadamda yiqilishingiz mumkin. Bu tug'ilganimizda, biz bola bo'lganimizda birinchi o'tirishni o'rganamiz-da, o'tirgandan keyin dumalashni o'rganamiz, keyin bir emaylashni o'rganamiz, undan keyin nimanidir ushlab turishni o'rganamiz. Undan keyin bir ikkita qadam tashlaganda yiqilamiz, yana turib yurib ketamiz. Bola etmaydi-ku, masalan, bitta ikkita qadam tashlagandan keyin, bo'ldi, menda o'xshamadi, boshqa yurmayman demaydi-ku. Xuddi shunaqa siz ham har bitta harakatingizda nimanidir boshlagan bo'lsangiz, nimanidir qilmoqchi bo'lsangiz, bitta o'zingizda mana g'oya keldimi, bugun sizga shu g'oya keldimi, demak sizga buni Xudoyim bekorga bermagan. Значит, sizda o'sha narsani qilishga imkoniyatingiz ham bor, sharoitingiz ham bor, qilish potensialingiz ham bor. Faqatgina o'shani ustida ishlab, izlanib, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, o'shani harakatida bo'lib, siz harakatdan to'xtamasangiz, siz aniq shu natijaga erishasiz.
manda hammasi o'xshaydi degan ibora o'zi nimani anglatadi? Manda hammasi o'xshaydi degani bu inson o'zini sevishi va shukronalik holatida bo'lishi. O'zini sevish aslida nima degani? O'zini sevish degani mana ko'pchilik agarda ulardan so'rasangiz, bu o'ziga bilmayman, telefon olishi, notebook olishi, kiyim-kechak olishi, qimmat restoranlarda borib ovqatlanishi yoki nimadir qanaqadir romantikalar qilish deb tasavvur qilishadi. Aslida esa o'zini sevish bu o'zingizni shundoq, mana hozir qanaqa bo'lsangiz shundoq boringizcha qabul qilishingiz. O'sha qaysi uyda yashasangiz, qaysi turmush o'rtog'ingiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, atrofingizda kimlar bor bo'lsa, shundoqligingizcha o'zingizni qabul qilishingiz. Даже qanaqadir nima deydi, karyerada nimalargadir erishmagan bo'lsangiz ham o'zingizni shundoqligingizcha boringizcha qabul qilib sevishingiz. Mana shu haqiqiy o'zini sevish deyiladi. Bilasizmi, men bu hisni o'zim his qilganimda bu his tuyg'u juda ham redki keladi. Juda ham kamdan kam bo'ladigan his tuyg'u. Даже men mana shuncha o'zimni ustimda ishlab ham kamdan kam bu his tuyg'uni his qilaman. Haqiqiy o'zini sevish bu narsani so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu juda ham chuqur his tuyg'u. Uni his qilganimda men даже o'zim hayratda qolardim. Nahotki men o'zimni hozir shu paytda sevyapman. Chunki har doim mana shu o'zini sevishga yetib kelish menda juda ham qiyin bo'lgan. Bu narsa juda ham ko'p insonlarda kuzatiladi. Sababi har doim bizda ideallashtirish bo'ladi. Ya'ni hamma narsani zo'r qilishim kerak. Men 5 bahoga o'qishim kerak. Men qizil attestatga, qizil diplomga tugatishim kerak. O'shandigina ham dostoyniy oilaga turmushga chiqishim kerak. Erimni aytganini qilishim kerak-da. Hamma narsada men idealni, eng zo'r ayol bo'lishim kerak-da. Shunda men o'zimda o'sha agarda oldin yoshligimda mendan ota-onam bu ideallikni talab qilgan bo'lsa, hozir men katta bo'lganimda o'zim uchun o'zim ota-ona bo'lganman-da va o'zimdan o'zim mana shu ideallikni talab qilaman. Hozir mana shu oxirgi paytda men даже o'zimga ruxsat berdim ideal bo'lmaslikka. Qanaqa bo'lsam shundoqligicha namoyon bo'lishimga. Bu narsa shunaqangi sizga erkinlik beradi. Shunda siz o'zingizni уже boshqacha his qila boshlaysiz. Siz haqiqiy meningizni his qila boshlaysiz. O'shanda siz mana shu hisni agarda tuysangiz, haqiqiy o'zingizni sevish nima ekanligini tushunsangiz, siz Gulnor opa to'g'ri aytgan ekansiz deysiz. Ikkinchi omil bu shukronalik hissi. Mana juda ham ko'p gapiramiz, shukur qil, lekin asl shukur qilishni biza оказывается unchalik yaxshi bilmas ekanmiz. Bu his tuyg'uni ham men avvallari shunchaki mana yozish amaliyotida qilardim. Aziza Toshxo'jayevani shukronalik darslarini o'zim ham eshitganman. O'shanda shukronalikni shunchaki mana yozish kerak ekan deb yozganman, lekin men u narsani his qilmaganman. His qilish nima ekanligini endigina mana yaqinda tushuna boshladim, chunki hozir уже bu narsa menda avtomatlashib ketdi. Uxlashdan oldin ham уже menda avtopilot yoqilgan. Uxlashdan oldin уже shundoq menda o'sha shukronalik hissi, bugungi kunim uchun, bugun nimalar qildim, nimalar uchun men shukur qilaman. Даже hech qayerga chiqmagan bo'lsam ham, uyda dam olib o'zim uchun dam berganim uchun ham shukur qilishni o'rgandim. Ertalab ko'zimni ochgan zahoti ham уже avtomat ravishda menga mana shu shukronalik hissi kelyapti. Bu his tuyg'u ham juda ham kuchli his tuyg'u. Shuning uchun agarda sizda hozir o'zingiz ham bilayotgan bo'lsangiz, что sizda shukronalik hissi shunchaki mana shu etilgani uchun hamma joyda gapirilyapti, dinda ham, psixologiyada ham. Shuning uchun men buni amalga oshiribman deyotgan bo'lsangiz, siz bu narsani his qilishga o'zingizni bitta undab ko'ring. Просто o'tirib bir pas haqiqiy ich-ichingizdan shukur qiling. O'sha bir piyla choyingiz borligi uchun, boshpaningiz borligi uchun, ustingizda kiyimingiz borligi uchun, yeguligingiz borligi uchun shukur qilishni boshlasangiz, his qilib, ne просто так, aqlan emas, his tuyg'uni yoqib bu narsani amalga oshirsangiz, siz ichki holatingiz qanchalik o'zgarayotganini o'zingiz sezasiz.
Bilasizmi, biz hayotda juda ham ko'p salbiy fikrlashga o'rganib qolganmiz. Endi esa men sizlarga tavsiya qilaman, imенно ijobiy fikrlashni hayotingiz tarziga kirgizishingizni, amalda qo'llashingiz bu juda ham sizga katta kuch beradi. Bugundan boshlab siz o'zingizga o'zingiz menda hammasi o'xshaydi, men hammasini qila olaman, meni qo'limdan keladi deb takror etib yuring. Undan tashqari sizga prям amaliy mashq beraman, o'zingizni maqtang. Bu joyda sizga prям oyna bilan ishlash texnikasini beraman. Har kuni siz oynaga qaraysiz, kamida ertalab tishingizni yuvayotganda, yuzingizni yuvayotganda, o'sha 3 daqiqa tish yuvayotganingiz o'zida ham oynaga qarab turib, siz o'zingizni o'zingiz maqtashingiz mumkin. Sen men eng zo'r insonimsan, sen eng zo'r ayolsan, sen eng zo'r farzandsan, sen eng zo'r qizsan deb o'zingizni o'zingiz ilib olasangiz, o'zingizni вот прям maqtab nima qiling. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, voy nima jinnimanmi, naqami, lekin bu aslida o'zini boshqarish usullaridan biri. Bu eng kuchli texnikalardan biri. Chunki oyna sizga aks ettirib, butun energiyangizni kun davomida sizga berib turadi. Men o'zim bilmasdim, avvallari juda ham ko'p yig'loqi bo'lganman, men maza qilardim oynaga qarab yig'lashni. Lekin psixologiyaga kelib bilganimdan keyin, что men оказывается o'sha ertalabmi, qaysi payt bo'lsa ham yig'lab nima qilganimdan keyin oyna menga butun o'sha holatimni aks ettirib, kechgacha menga o'sha energiyani berar ekan. Shuni bilganimdan keyin men rezki to'xtatganman. Undan buyog'iga men har doim oynada ko'rsam, qaraysan yaxshimisan, men seni yaxshi ko'raman deb aytaman. Shu narsani siz o'zingizga odat qilib singdirib kirgizib olsangiz, o'sha oyna sizga kun davomida mana shu yaxshi kayfiyatni taratib turadi. Sizda kun bo'yi energiyangiz ham ko'payib, siz mana shu ijobiy energiyada yurasiz. Va yana bitta usullardan biri bu o'z fikringizni dumidan ushlab olish. Ya'ni salbiy fikr agarda sizni hozir xayolingizga kelgan bo'lsa, qo'ysangchi, maqasan, hozir seni puling yo'q-ku yoki boshqa hozir sen qila olmaysan, bu senga emas, boshqalarga, uni omadi kelgan, sen omadsizsan degan fikr kelsa, shunda o'sha fikringizni dumidan ushlab oling va shu fikrga minnatdorchilik bildirib, rahmat meni oldimga kelganing uchun, lekin men sen haqingda keyin o'ylab ko'raman deb aytasiz. Shunda nega imенно minnatdorchilik sababi o'shanda sizni o'y fikrlaringiz sizdan nima qilib ketmaydi, ya'ni qayta kelavermaydi. Uni shukronalik bilan kuzatib o'rganingizdan keyin siz qanchadir vaqtdan keyin agarda shu texnikani qo'llab yursangiz, sizda mana shu salbiy fikrlar kelish oralig'i kattalashib, siz asta-sekin ijobiy fikrlashga o'tib ketasiz. Demak, bugungi darsimizning xulosasi shundaki, menda hammasi o'xshaydi, bu o'zini qadrlash, shukronalik hissi va o'zida ishonch hosil qilish. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.